Salom do'stlar, bugun sizlar bilan bir Plus Asmar Keyboard o'yinini o'ynab ko'ramiz. Bu oddiy Asmar Keyboard emas, bu boshqachasi. Levelga qaranglar. 5048-level. Kubiklarga qaranglar. VG bo'lib ketgan. Mana bu yerda balerina yotibdi. Bu joydan bemalol o'tib ketamiz. Mana ranglari ham o'zgargan ko'rgan bo'lsalaringiz. Speedimiz VG bo'lib ketibdi. Bu bilan ikkinchi World Watch esa 99989 level bo'lish kerak. Admin panel ham bor. Hop, men buni sizlarga ko'rsataman. Buni qanday ishlashini. Bunga 99999 deb yozamiz va setni bosamiz. Mana speedimiz 1500 gacha boradi. Lekin men hozir 170 ga tushirib qo'yganman. Agar 1500 ga speedni ko'tarsak, juda ham qiyin bo'lib ketadi o'ynash. Men sizlarga hozir bitta joydan ko'rsataman buni. Nega qiyin bo'lib ketgan degan sababini. Shu bilan video tugadi.